Akalar, Yevropa bilan O'zbekistonni solishtirib o'tirmayman, lekin farqlarini aytib o'tib ketaman. Mana misol hozir orqamda bitta lehkovoy kelyapti. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman hozir. Bular orqamda bitta lehkovoy kelyapti. Bilmayman, lekin ancha vaqtdan beri orqamda kelyapti. Bo'lmasa mana bunaqa afg'oniy palaslar bor. Yo'limiz bo'lsa, uje nima deydi? Tor, kichkina, plus 90 yuradigan yo'l. Misol uchun mana znakda ham bor. 80-90 yuradigan yo'l. Mana men endi 80 ketyapman. U ham 80 ketyapti-da, orqada distansiya ushlab ketyapti. Qanaqadir hali shashilgan yo'q. Yo'qsam 90 ga chiqib qolib afg'on qilib ketgan yo'q. Bo'lmasa dala mana akalar, bo'lmasa dala yer. Qanaqadir bir kamera yo'q mana o'z. Endi ko'ringlar-da mana. Ashu lehkovoy mashina. Qanaqadir kamera yo'q, короче, transportni yo'q, politsiya yo'q, boshqa yo'q. Afg'on qilmayapti, chunki 80 dan oshiq yurmayapti u. Bo'lmasa yuradi. Mana mashina tem bo'li furadan tez yuradi, misol lehkovoy, lekin afg'on qilmayapti, chunki qonun qoidani, pravilani joyida ishlatib yurishadi. Sababi bularni it quvmaydi, boshqa qilmaydi. O'zbekistonimizda bo'lsa, agar shu holatiga mana yo'lni ko'ryapsizlar, o'zi qanaqa tor. Endi mana bu tomondan Bakovoyda, o chiziqda qanchalik yaqin ketyapman. Endi mana bu tomondagi Bakovoyga qarasalaring, chiziqqa qanchalik yaqin ketyapman. Shu yo'lda ham orqadan margat qilib, chekkaroq yurmaysanmi deb, kamida onangni bir balo yo enangni bir balo qilay deb o'tib ketardi mana shu yo'lda. Lekin haqiqatda bu qanaqadir kamsitish yo'g'onsam o'zini yashab o'sgan yurtini yerga urish bas. Ayrim bu dalboyobski ko'cha ko'rmagan dalboyob shopirlarga tegishli bu video. Bu video o'sha shunaqa shopirlarga yetib boradi. O'zini ko'rib sal xijolat bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin shu yo'lda ham 800 metrov. Shu yo'lda ham orqadan shu margat qilib chekkaroq yur deydigan dalboyobski shopirlar bor, yo'q bas afsuski.